Tayyormisan, ketdingmi? Tayyorman deganisi. Paranjini kiyib oldi. Odamlarning xotiniga o'xshab chiroyli bo'lib bir zamonaviy xotin bo'lib yursang bo'lmaydimi? Menga birovlarning ko'zi tushishini xohlamayman. Qolaversa, men siz ayolingizman. Ularniki emas. Voy, sen yana shu eski qiluvlaringni boshladingmi? Sen bilan ko'chada yurishga ham uyalaman borib, bunaqa bo'ladigan bo'lsa uyda o'tir. Ahmoq. Hijob qabrini va mazasini ikki inson biladi. Biri shu hijobni kiydirib olgan, rashki bor, rijolman degan haqiqiy erkak va shu hijobni farz deb o'ragan muslima ayol. Mahramiga so'zini o'tkaza olmagan xezalak erkaklar va chiroyini ko'z-ko'z qiladigan, qalbim toza bo'lsa bo'ldi degan shayton urg'ochisi bo'lgan ba'zi bir ayollar buni baribir tushunmaydilar. Assalomu alaykum.